Amerika Avam Palatasının ikki a'zosi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Uyg'ur harakati tashkilotini Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata sodir qilgan vahshiyliklarni oshkorlashda qo'shgan to'hfasi uchun Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatgan. Nyu-York pochtasi gazetining xabar qilishicha, bu ikki tashkilotni nomzodlikqa Amerika Davlat Majlisi Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raislaridan Demokratik Avam Palata a'zosi Tam Sozi, Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Kristofer Smit ko'rsatgan. Ular Nobel komitetiga yozgan bu vaqtdagi xatida yuqorqi ikki tashkilotning Uyg'urlar rayonidagi Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarning Beijing tarafidan dafsanda qilinishiga qarata tanqidiy fikrlarning kuchayishiga turtki bo'lganligi ta'kidlangan. U tunji qitim Uyg'ur tashkilotlarining Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilishidir. Buningdan burun Uyg'urlardan Rabia Qodir xonim bilan Ilhom To'xti nomzodlikka ko'rsatilgan edi. Nyu-York pochtasi gazetining aytishicha, xatda mundaq deyilgan: Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Uyg'ur harakati Xitoy Kompartiyasining irqiy qirg'inchilik va boshqa insoniyatga qarshi jinoyatlarining nishoni bo'lgan Uyg'ur, Qozoq va musulmonlarni asos qilgan boshqa oz sonli millatlarning kishilik huquqini qo'g'dab, davlatlar orasida qarindoshlik va tinchlikni olg'a surishda muhim to'hfa qo'shdi. Xatda yana Uyg'ur xalqi tortgan irqiy qirg'inchilik va boshqa ziyonkashliklar bir kuni oxirlashidi. Xalqaro jamiyat bu jinoyatni sodir qiluvchilarni javobgarlikka tortishga boshlaydi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ko'plagan hujjat va dalillar asosidagi tadqiqot xizmati buning uchun intayin muhim. Har ikki tashkilotning boturlik bilan qilgan xizmati dunyoning har qanday bir rahbar yoki hukumatning har qancha kuchli bo'lishidan qat'iy nazar insoniyatga qarshi elib berilgan jinoyatlarning javobgarlikdan qechib qutulolmasligiga kapolatlik qilib, dunyoning buningga o'xshash boshqa tragediyalarning oldini olishiga yordam qiladi deyilgan. Bu nomzodlik Beijing qishliq olimpiki 4 fevral kuni boshlangan, lekin olimpik Amerikani o'z ichiga olgan nurg'un demokratik davlatlar va xalqlarning har xil shakldagi boyqut qilishiga uchragan bir vaqtda e'lon qilindi.